Qabat salamlaymiz sizni hurmatli radio tinglovchilarimiz. Ertangi shay Bulg'ar radiosida ham bizning tobinda haligi vaqtda ko'p deganda olma turalib pishirilgan shay ondan ortig'i yo'q. Tik xiyol uylar endi yangi yil tobinida. Bir talinka turalanda. Bo'shagan mitindan ansa. Bizga Sirin apa yozgan. Yigitlar yangi yil tobini bizning bulayroq. Bik tamli qos. Retseptini yazmağın kızganışqa qarşı 3-4 şap salat, jimiş, yaşilsa, soklar, pilmenler, galupsılar hem başka koynar riziklar. İkinci gününü şirim itib alğaş, siyinişli yangi yıl bulsun Sirin apa indi bu degen. Rahmat. Qozning ming turli usullari bor deydik, aymi? Ayy. Aydan bizning kurshi yigiti. Ayy. Radiomizning do'sti. Tataristonning ot qozongan artisti Kerim Tinchorin teatri aktyori Erik Hafizov da bizni har doim tinglab borib, mana o'z fikrini yetkazgan qoz pishiruv bo'yicha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qoz pishiruv retsepti bulayroq. Menimi bir sutka tuzli suvda tutam. Durusrayga xotin tuta. Suvni men solib beram. Andan olg'ashdan bir sutkadan so'ng biror tayyorlab, pachiklalar bilan, garchitsalar bilan, sarımsaqlar bilan so'ytirib, butun ishin tishin o'p, ishini yashil olma, limon, qora jimish to'tirib so'ytirib bizani tigi zuvashisklar bilan qoplab qo'yamiz. Shundan da bitgan ishga tigi o'zi bizning retsept menga bek o'xshaymi, aytam xotinga sen davay bütün reseptler bilen başımda koydum. Para verenler resept. Şunun bilen gene davay pastayandım etim. Avuz sulara kildim. Biz avakili bastım. Xayrli erta Bulg'ar radiosi xizmatkorlari yaqinlashib keluvchi yangi yillar bilan sizni. Men qozni mana bulay pishiram. Gel. Bu bir qiziq tuyuldi menga. Bu hozir tinglab qarag'iz hali. Olam qoz siyarliq zo'r kastrol. Qoz ko'milirlik salqin suv solam ham qaynatirga qo'yam. Qaynab chiqqach 1 kilo tuz solib bulg'atam. 20 minut qozning bir yog'ini pishiram. 20 minut ikkinchi yog'in. Barisi birga 40 minut qaynagach o'tdan olam ham boshqa yerga olib